Demak, sizlar bilan aprel oyida dastlabki bosqichda turibmiz va Oliy idorasi maktabimizda profilaktika tadbirlari bevosita olib borilmoqda. Ya'ni aprel oyida yuqori sinflarda, ya'ni boshlang'ich sinflarda va nihoyat biz sizga yetib keldik. Mana shu jarayonda bugun sizlardan kichik metod olamiz. Bunda barchangiz faol qatnashishlaringizni so'raymiz. Va asosan tushuntirishlarni olib boraman. Do'stlar, qanday o'quvchilar ko'z turibdi. Bu nimani ko'zi? Masalan, yo'q. Kimnidir odamni bo'lishi mumkin, kimnidir smartcha bo'lishi mumkin, kimnidir mevani ko'zi bo'lishi mumkin, kimnidir qaysi multfilm qahramoni bo'lishi mumkin va hokazo. U sizni fantaziyangiz, sizni tafakkuringiz orqali namoyish qiladi. Xohlagan narsangizni xohlagan narsangizni chizasiz. Qo'lingizdan kelgancha. Bilamsiz? Siz ishlab qo'yasiz, hammangizni qalamlaringiz bor. Tushunarlimi? Ha. Yaxshi. Men hozir bitta tarqataman. Hammangiz o'sha jarayonda aktiv turli harflarni yozib, qalam, ruchka, daftarni o'rgatadi maktabimizda. Ayirish, ko'paytirish, do'stona munosabat o'rgatadi maktabimizda. Ayirish, ko'paytirish, do'stona munosabat o'rgatadi maktabimizda. To'rtga ikkini qo'shib, so'zni bo'lib o'qishni o'rgatadi maktabimizda. Kitoblarni sevishga va odobli bo'lishga o'rgatadi maktabimizda. Kitoblarni sevishga va odobli bo'lishga o'rgatadi maktabimizda. Sharq va janubni topib, shakllarni chizishni o'rgatadi maktabimizda. Orol va shaharlarni to'g'ri bilib olishni o'rgatadi maktabimizda. Orol va shaharlarni to'g'ri bilib olishni o'rgatadi maktabimizda. Fel va chiri haqida, yog'och chaqmoq haqida o'rgatadi maktabimizda. Kuchli aql, do'stlikni, bolalikdan qadrlashni o'rgatadi maktabimizda. Kuchli aql, do'stlikni, bolalikdan qadrlashni o'rgatadi maktabimizda. barchangizga faol ishtirokingiz uchun, barchangizga ushbu jarayonda, shu metodikada faol ishtirokingiz uchun rahmat. Mana shunaqa rasmlar chizildi. Demak, endi charchab qolmadilaringmi? Yo'q. Maza qildingmi? Ha. Shunaqa mashg'ulotlar ko'paytirib olamiz. Salomat bo'ling, darsingiz uchun rahmat. Doim bo'ling salomat. Sizlarga rahmat, sog' bo'linglar.